Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimizda sketkaga tushgan darvozamiz razmerlari 3,5 ga 3,5 bo'ladi. Dubai fason chiroyli holatda ishlab qo'yganmiz. Darvozamiz kvadrat metrini muhtoj oilaga 300 ming so'mdan qilib qo'ydik. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Darvozalar eng so'nggi dizayndagi eng premium kачествосidan xudo xolasa pechatlisigacha obzorni qilib o'tamiz. Xo'p, darvozalarimizni boshlaymiz. Navbatdagi darvozamiz gibka fason bo'ladi. Stoykalari 10 ga 10 profilda bo'lgan, tagi qismlari shivillar, listlari 1.8 ligidan 2 qavat bo'lgan. Shumkali uslubda, zamuhlari ham chiroylisidan qo'yib qo'yganmiz, ruchkalarni o'ziga yarashtirib. Tepa qismlariga havo aylanish uchun lazerli hotlarni qo'yganmiz. Darvozamizning kvadrat metri 1 200 ming so'mdan chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalari bilan bitirib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz high-tech fason bo'ladi. Bu darvozamizni stoykalariga 10 ga 10 burch qo'yganmiz. Tagi qismlari shivirlar, listlari 1.8 ligidan 1 qavat, ustidagi bezaklari bilan 2-qavat hisoblanadi. Mana shu joytlariga nerjevekalardan chiroyli qilib ishlovlarni berib qo'yganmiz. Zamoklari Zuber zamok. Darvozamizning razmeri eniga 350, balandligi 370 razmerga chiqqan. Xo'p, 1 kvadrat metri darvozamiz 1 200 ming so'mdan. 1.8 lik lis. Xo'p, keyingi darvozamiz eng shu so'nggi dizayn, trendda ketayotgan darvozamiz taraf fason bo'ladi. Mana shu joylar gibkali holatda chekkalarni chiroyli qilib ajratib darvozamizni o'ta ham ko'rkam qilib chiqarganmiz. Razmerlari 4 metrga 360 razmeri bo'lgan. Darvozamizning narxi qiziq bo'lsa 1 300 ming so'mdan chiqadi. Mana shu holatni aytib o'tgan materialimda. 1 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar, dostavka ustanovkalari bilan bitirib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz taraf fason nalichkalari bilan chiroyli ko'rkam holatda ishlaganmiz. Darvozamizning tepalarida havo aylanadigan skvajna xotlari bor. Darvozamizning stoykalariga 10 ga 10 profil qo'yganmiz. Tagi qismlari shivillar, listlari 1.8 ligidan 2 qavat holatda bo'lgan. Xudo xolasa umuman shum yo'q. Darvozamiz ancha baquvvat chiqqan, behijolat. Xo'p, darvozamizning chekkasiga 40 sm dan nalichka ajratib berganmiz. Nalichkasidan tashqari holatda darvozani o'zining razmeri 3,5 ga 3,5 bo'ladi. Mana bu joylari devorga chiqadi. Xo'p, darvozadan tashqari mana nalichkasi gibka holatda ko'tarilgan. Ko'p holatda mana shu narsalari ham kvadratga hisoblanadi. Biz shu narsalarni kvadratga hisoblamaymiz, oldiga ko'tarilib atko'z chiqqan joyini bonus qilib beramiz uyda egasiga. Darvozamizning kvadrat metri 1 200 ming so'mdan. Qiziqqanlar, yoqtirganlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu tomonda Samarqand fason darvozamiz bor. Uni ham bir obzor qilib o'tamiz. Bu darvozamiz Samarqand fason bo'ladi. Samarqand fason 2 qavatli holatda ishlaganmiz. 2 qavatligi xo'p, 1 qavat qalin lis bo'ladi. 1.8 lik lis, ustidan shirshobka lislar, bezaklari bilan 2-qavat hisoblanadi. Mana shu joylari shumka bo'ladi. Umuman dovush yo'q. Zamoklari Zuber zamok. Darvozamizning stoykalari 10 ga 10 burchdan bo'lgan, tagi qismlari shivillar. Darvozamiz razmeri eniga 3,5, balandligi 360 razmerga bo'lgan. Undan tashqari holatda nalichkalarni qo'yib berganmiz. Chekkasiga 40 sm, tepasiga 45 sm holatda. Trubalari ham o'ziga chiroyli yarashib turibdi. Gullari, element gullarni tushishi ham xudo xolasa. Darvozamizning kvadrat metri 1 250 ming so'mdan tayyorlab beramiz O'zbekiston bo'ylab. Sona fason bo'ladi. Bu darvozamizning razmerlari eniga 395 razmerga, balandligi 355 razmerga bo'lgan. Darvozamizni kalitkalarini addenni holatda qilib berganmiz. O'ng qo'lda addenni bo'lgan. Misol uchun qanaqadir arava yoki kichikroq narsa olib o'tiladigan bo'lsa, behijolat olib o'tilaveradi. Tagida parogi bo'lmaydi. Qanotlari ichkariga ochiladi. Darvozamizga ishlagan materiallar stoykasi 10 ga 10 burch profil bo'lgan, tagi qismlari shivillar, listlari 1.8 holatda 2 qavat variantda bo'lgan. Shumkali. Bu darvozamizning kvadrat metri 1 200 ming so'mdan 1 400 ming so'mgacha chiqarsa bo'ladi. Afsona fason. Buni narxi kvadrat metri 1 350 ming so'mdan qilardik. 1 300 ming so'mdan qilib beramiz shu darvozani. Nerjevekalarni yopishtirib 2 qavat holatda. Navbatdagi darvozalarimiz shtampovkali darvozalarimizga o'tdik. Narxlari qulay variantda bo'ladi, xudo xolasa. Hop, stoykalari 8 ga 6 profilda bo'lgan. Tagi qismlari shivillar, listlari 1 3lik holatda bo'lgan, chiroyli qilib ruchkalarni qo'yib skromniy holatda kraska qilib qo'yilgan, tepa qismlari lazerli holatda.
Darvozamizni kvadrat metri 500 ming so'mdan 600 ming so'mgacha chiqarsa bo'ladi. Qalin parash varianti bor. Razmerlari eniga 3.30, balandligi 3.50 holatda yasalgan. Xo'p, keyingi darvozamiz Dubai fason bo'ladi. Mana shu joytlarini chiroyli qilib ajratib qo'yganmiz, ranglarni berib. Xudo xolasa bu ham mo'shni holatda. Razmerlari eniga 3 metr, balandligi 3.5 metr. Stoykasi 8 ga 6 profil, tagi shivillarda bo'lgan, listlari 1 uchlik, 0.9 lik varianti bor. 1 uchlik xuddi shu holatda bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metri 600 ming so'mdan chiqadi. Endi aksiyaga qo'ygan darvozamizga yetib keldik. Aksiyaga qo'ygan darvozamiz, xo'p, eniga 3.50, balandligi 3.50 razmerda bo'lgan. Stoykalari 8 ga 6 profil, tagi shivillarda, listlari ham parash varianti emas, qalin variantda, 1 uchlik variantda bo'lgan. Zamohlari ham shu Zuber zamok 20 million, 25 millionlik darvozaga qo'yiladigan zamokdan. Xudo xolasa arzoniga ham, qimmatiga ham, ehsonga qo'ygan darvozamizga ham shu zamohlardan qo'yib beramiz. Darvozamizni kimga razmeri tushib qoladigan bo'lsa, kvadrat metrini 300 ming so'mdan qo'yib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa vodiyga ustunovka qilib beramiz, vodiydan tashqari joyga dastavka qilib beramiz. Zakaz berganlarini xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovka qilib beramiz. Navbatdagi darvozalarimiz, xo'p, high-tech fason gibrid holatda tayyorlab berganmiz. Mana shu ko'zlari high-tech variantda, chekkalari Dubai variantda bo'lgan. Chiroyli qilib ruchkalarni qo'yganmiz darvozamizga. Darvozaning stoykalariga 8 ga 6 profil, tagi shiviller holatda bo'lgan, listlari 1 uchlik variantda. Darvozamizning kvadrat metri 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovka qilib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz aka, keyingisi bu ham shu high-tech variantda bo'lgan. Mana bunda chekkalari Dubai holatda bo'lgan bo'lsa, bunda high-tech holatda bo'lgan. Darvozamiz stoykalariga 8 ga 8 qo'yganmiz, tagi qismlari shiviller. Keyin yaqinroqdan bitta olib kelib qo'yasiz. Xudo xolasa shtampovkali darvozalarimizni ham chekkasiga 1.5 larda aylantirib, chiroyli holatda zazorlari ko'rinmaydigan qilib ishlaganmiz. Kimga darvozalarimiz ma'qul kelsa, pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamizni kvadrat metrini 650 ming so'mdan chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustunovka xizmatlarimiz mavjud. Xo'p, keyingi darvozamiz balandligi 3 metr, eniga 3.30 razmerda chiqqan darvozamiz. Xo'p, taroq fason deyiladi. Juda ham skromli holatda, ortiqcha bachkana joyi yo'q. Zamohlarni ham chiroylisdan qo'yib beramiz, xudo xolasa. Darvozamiz stoykalariga 8 ga 6 profil qo'yganmiz, tagi qismlari shiviller, listlari 1 uchlik holatda bo'lgan. Darvozamizning kvadrat metri, xo'p, zakazga 580 ming so'mdan chiqarib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa narxlari, ishlarimizni sifatlari ma'qul kelsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringni chiroyli va sifatli va ishonchli qilib, xudo xolasa bitirib beramiz.